Assalomu alaykum. Men Javlonbek Ashurov, Zakovat o'yini bo'yicha Toshkent davlat tibbiyot universiteti terma jamoasi a'zosiman. Joriy yilning 15-18 dekabr kunlarida universitetimiz mezbonligida bo'lib o'tgan intellektual olimpiadada brending o'yinlarida mutlaq chempionlikni qo'lga kiritdik va umumjamoa hisobida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan holda prezident sovg'asi bo'lmish 1,5 milliard so'm mukofotni qo'lga kiritdik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bundan keyingi yillarda bo'ladigan intellektual olimpiadalarda ham ushbu natijalarimizni saqlab va yanada yaxshiroq holda amalga oshirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Barakayev Sardor, Toshkent davlat tibbiyot universiteti terma jamoasi a'zosiman. Biz bu intellektual olimpiadada 50 ta oliy ta'lim muassasasi o'rtasida bo'lgan musobaqalarda ishtirok etdik va musobaqalarning biri bo'lmish brending o'yinida mutlaq chempionga aylandik. Intellektual olimpiadada terma jamoamiz yuqori o'rinlarda ko'rilayotgan edi va shu qatorda O'zbekiston Milliy universiteti, Urganch davlat universiteti kabi kuchli raqiblar bilan munosib o'ynadik. Brending o'yinlarida esa aynan eng kuchli top 3 ta jamoani chiqarib yuborgan holda g'alabaga erishdik. Va bu orqali eng yuqori reyting ballarini qo'lga kiritdik. Bu reyting ballari esa umumjamoa hisobida bizning ikkinchi o'rinni olishimizga o'ta katta hissa qo'shdi. Yopilish marosimida biz prezident sovg'asini qabul qilib oldik.